Hurmatli obunachilar, xudo xohlasa Andijon viloyati Paxtaobod tumanidagi ishimizni ham xudo xohlasa yakunlab oldik. Bu chekkasigacha 34 metr. 34 metr joyda xudo xohlasa 90 gradusli fasonda qilib berdik. Burchaklar ham neobычный o'zgarishi, ko'rinishi. Xudo xohlasa bu taraflarni ham chiroyli qilib berdik. Devorlar, dezorlar yo'q, iloji boricha sotgan holatda. Bunga o'xshab biz pech xortini ko'cha tarafga berdik. Ko'cha tarafda bitta, ichkari taraflarda ham xudo bitta. İşimiz bitishiga ham yomg'ir ham boshlaverdi. İchki burchaklar egal tarafda ham bor. Shogird buni ichki burchakdan olib chiqib tayyorlab, kimga shunaqa tunuka follar kerak bo'lsa, Ustotribunal jamoasiga aloqa chiqaradilar, nomer pastda. Sog' bo'lasizlar.